Assalomu alaykum barchaga do'stlarim. Kechadan boshlab men TikTokda fransuzcha akkaunt ochdim. Keyin akkaunt ochganimdan keyin u yerda jonli efir bo'lar ekan. O'zim jonli efirlarga kirib turaman. Jonli efirda bir opa bilan gaplashdim. Shu gazning tagini ochayin deb. Keyin video qo'yishga nima qo'yasiz? Nimalar qo'yasiz debdi. Choy damlaganimda qo'yaman dedim. So'zimda turayin, so'zimda tutayin. Ana va nima otdi bugun endi choy damlab, turkcha choy damlashni o'rgatib hammaga. Buni endi montaj qilaman hozirgi YouTube uchun. YouTube'da bilasizlar, ko'p videolarimni montaj qilmayman. Shuning uchun nima qilyapman? Nima bemalol qilyapman. TikTokda 1 minutdan oshmasligi kerak videolaringiz. Uni endi montaj qilib yuboraman. Mana 2 qoshiq quruq choy soldim zavarka. Ana nima turklarda ayamda ham doim savoli shuki, u 2 tajli choylikda qanday choy damlaysizlar? Qanaqa bo'ladi deb qiziqaveradi. Endi bu hammaga qiziq. O'zim ham birinchi kelgan paytlarim qanaqa bo'lar ekan deb qiziqqanman-da. Keyin mana bu qaynagan suvim o'zi qaynab qachon edi qo'yganim. Qaynab turgan suvni mana 2 qoshiq zavarka qo'ydim ikkinchi etajiga. Bunaqa qilib damlaydi-da. Xohlaganingizcha solasiz. Agar mehmoningiz ko'p bo'lsa, bundan zavarkadan 5 ta 6 qoshiq solasiz. Keyin kam solib, mana tagida qaynoq suv qaynab turaveradi. Bu doim choy mana gaz ustida turadi. To uyingizga mehmon kelgan bo'lsa, mehmoningiz ketguncha. Bular taomlangandan keyin har doim turklar aniqladi. Choy ichadi, ovqat yeb bo'lgandan keyin choy yoki kofe ichadi. Nima xohlaysiz deb so'raysiz. O'zi mehmon kelsa ham asosan bularda choy ichadi. Keyin mana shunaqa turadida qaynaydi. Keyin bularda o'zini bakali bor. Hozir men sizga o'zini turklarning bakalini olib ko'rsatayin. Mana bu bakalning tagiga har doim tarilka qo'yiladi, chunki ularda bakali bunaqa. Menimcha shu qo'l kuymasligi uchun tagida tarilka tursa kerak. Men bu bakalda umuman choy icha olmayman. Nima desam, o'zimizli обычный katta bakallarda, dastali bakalda choy ichaman. Bu bakalida umuman icha olmayman choy. Keyin endi men choyni nima zavarkali damladimda, xato ish qildim. Shu mana bunaqa pachkali damlaganimda solishim oson bo'lardi. Mana bunaqa narsa bor, setkali. Bu choy uchun mana moslashgan narsa. Bakalni ustiga shunday qo'yadi-da. Bu endi bor-ku, hozir men vaqtim kam bo'lgani uchun hozir qilib ko'rsatyapman. 20 minut, 30 minutlar turadi. Mana tepadagisi yaxshi nima dam yeydi-da, tepadagi nima choy. Keyin buni qo'yadi-da mana. Xohlaganlar quyuq choy ichganlar bundan ko'proq qo'yadi. Agar menga suyuq bo'lsin desa, bundan qo'yib, bu mana yetarlicha qo'ygandan keyin bundan qo'yadi mana. Mana shunaqa choy bo'ladi. Turklarda choyi mana shunaqa damlanadi. 2 tajli choylikda damlanadigan choy. Ana. Adashmasam shunaqa. Turkiyada yashayotganlar bitta xatosi bo'lsa agar aytib ketinglar. Men o'zim ham bu choyni ko'p damlamayman. O'zimizda oddiy o'zbekcha choyni damlab ichaman. O'zbekcha ko'k choy yoqadi menga, yashil choy deb qo'yadi. Xullas qalam mana bu choydan damlab ichaman doim. Bu Turkiyada bor. Shuni olamanda damlab ichaman. Shunaqa gap do'stlarim, mana shu turkcha choy damlash. Bakalimni bunday qilib qo'yin, ana nima oti rasmga tushirib qo'yishim kerak shekilli. Nimaga qo'ymoqchiman-da buni TikTokka ham. Mana. Ana shunaqa kim Turkiyada yurgan bo'lsa, men fransuzski akkaunt ochdim TikTokdan. Kimga kerak bo'lsa, chet elda pul to'laydigan TikTok ochish nimasi kimga kerak bo'lsa, albatta men o'rgataman. Menga aloqaga chiqing. Shunaqa gaplar do'stlarim, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling. Videolarim yoqqan bo'lsa, like bosib keting.